komplekslar bor. Nimadir anaqa qilib qo'yishganda ongingizga singdirib qo'ygan. Mana misol uchun kompleksi har bitta inson ongida ko'pincha ong ostida ham deylik, давайте yashiringan bo'ladi. Judayam kuchli his-tuyg'ular, ishonchlarni yig'indisi. Agar inson shu fikrlashiga, xulq-atvoriga, hayotida qaysidir tanloviga, qaroriga ta'sir qiladiki, mana shu komplekslar. Ya'ni ichkaridan bizni boshqarayotgan bizni dasturlarimiz, programmalarimiz bo'ladi. Bu qayerdan paydo bo'ladi? Hali aytgandek, bolaligimizda degan qaysidir tajribalarimiz yoki tanqidlar yoki kamsitishlar yoki qo'rquvlar, travmalar bor, детский travmalar. Ota-ona yoki qaysidir qo'ni-qo'shni yoki jamiyatda ularni ta'siridan paydo bo'ladigan qaysidir holat, vaziyat, jarayonlar. Negativ ham bo'ladi, eslab qolinglar, pozitiv ham bo'ladi komplekslar. Ana endi esli, misol uchun san eplolmaysan, san qilolmaysan, kim qo'yibdi senga? Ya'ni o'zini kuchsiz his qiladi bunaqa bolalar, eslab qolinglar. Yoki masxara qilishadi inson har doim, o'sha bola uyaladi ahvolidan, o'zi bu ham kompleks. O'zini past baholaydigan kompleks bor. Men yetarli emasman, ichida ichki ovozlar shunaqa yig'laydi, ruhiyati ishonchsizlik kuchayib boradi, o'zini doim boshqalar bilan solishtiradi. Aybdorlik kompleksi bo'lsa, hamma narsada o'zini ayblashda, bu meni aybim deydi. Ya'ni ortiqcha mas'uliyat oladi bo'yniga. Kamsitish kompleksi bor, bu o'zini boshqalardan past deb his qilishi, tashqi ko'rinishi uyalishi, hali aytganimdek semizlik, do'mbog'im, palonim, pistonim yoki boylik, bilim yoki qanaqadir status bor, bilasiz? O'sha o'zini kam his qilish yoki qo'rquv kompleksi bor. Ichidagi o'sha bloklari, ya'ni jamoat oldida, omma oldida chiqishdan qo'rqish bo'ladi, rad etilishdan qo'rqish. Baribir meni qabul qilishmaydi, men yomonman, ko'rsa negativ his, tuyg'u, blok yaxshi emas bular hammada. Va albatta hammasi ideal bo'lishi kerak. Ideal, ya'ni perfeksionist, zo'r bo'lishim kerak, a'lochi bo'lishim kerak. Men eplagan ya'ni ba'zida buni tub-tubida doimo qoniqmaslik bo'ladi. O'zidan qoniqmaydi. Ideal bo'lish kerak deb, ya'ni qayerdadir nimadir qolib ketdi. Bu ham qo'pol qilib aytganda kasallik va albatta buni ketidan charchoq, stress paydo bo'ladi. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Imkoniyatlar umuman qochirib tashlaydi. Sizga kelayotgan ideya, g'oya kimdir shunaqa og'ir gapirtirmayapti. Ya'ni pul, muvaffaqiyat to'sadi-da bu komplekslar. Munosabatlarga umuman zarar yetkazib beradi. Energiyani uchirib tashlaydi, quvvatsiz bo'ladi. Kompleksdan chiqish yo'li oddiy, oson, yengil. Birinchi o'rinda hal etganda qabul qilamiz, tan olamiz. Menda shunaqa kompleks bor. Bor, nima qilibdi? Bor, singdirilgan, anglamagan holda. Sababini topamiz albatta. Qachon, qayerda paydo bo'lgan anglaymiz, o'sha ichki ishonchimizdan o'zgartiramiz. Misol uchun nimadir yetishmaydi, falon piston deb o'sha payt aytishingiz kerak, men yetarliman. Yangi uстановка qo'yasiz. Albatta harakatlar bilan, qo'rqqan ishingizni sekin-sekin qilasiz. Qo'rquvga tik ko'z bilan borish kerak. Va albatta o'zimizga kuchli motivatsiya, misol uchun kompleks bor sizda, siz kuchsiz emassiz. Sizda hal qilinmagan qanaqadir energiya bor. Hamma narsa energiya, yaxshi ham, yomon ham energiya. Ya'ni mana shu kompleks bizani dushmanimiz emas, bizga signal beryapti. Biz yenga olamiz uni. Baribir boshqalardan 10 barobar kuchli bo'la olamiz. To'g'rimi? Ya'ni misol uchun qanaqadir hodisa bo'ldi, kimdir sizni ranjitdi, masxara qildi, qo'rqitildingiz. Kompleks ko'ryapsiz, nima bo'ladi? His paydo bo'ldi, emotsiya, uyat, qo'rquv, og'riqlar, ishonch. Misol uchun hali aytganimdek, meni qabul qilishmaydi. Ya'ni mana shu ishonch sizni oliy nuqtangiz deylik. Ya'ni mana shu yashirin komplekslar, ya'ni hammaga yoqish kompleksi bor. Hamma men yoqtirarmikin? Hammaga yoqish, harakat qilish yaxshi emas, kompleks bu ham, eslab qolinglar. Yo'q deya olmaslik bizning o'zbekchimizda bor. Umuman yo'q deyish mumkin emas. Biz shunaqa singdirilgan. Yo'q deya olmaysiz, как бы, vijdoningiz qiynalib ketyapti. Ota-onaga yo'q deyish mumkin emas, erga yo'q deyish mumkin, farzandga yo'q, faqat bizga emas. Ko'rasiz, yoqish kompleksi, yo'q deya olmaslik kompleksi, o'zini qurbon qilish kompleksi bor, juda ham ko'p, 99.9% desam ham bo'ladi. Ya'ni doim jabrlanuvchi rolda bo'lamiz-da, hayot menga qarshi, energiyangiz tushib ketgan, stress, depressiya,
qutqaruvchi bo'lasiz, hammani qutqarmoqchi bo'lasiz, o'zingiz qolib ketasiz. Ya'ni o'zingizni unutib qo'yasiz, yana nima energiyasizlik, quvvatsizlik, charchoq paydo bo'ladi. Pul kompleksi, ya'ni pul qiyin keladi, qayerdan ham kelardi, kim berardi, men boy bo'la olmayman. Ko'ryapsiz? Keyin sevgi, mehr, muhabbatda ham xuddi shunaqa. Mani tashlab ketishadi. Men sevgiga noloyiqman, loyiq emasman sevgiga. Ko'rdingiz? Ya'ni o'zingizdan so'rang, nima uchun qo'rqyapman? Eng yomon nima bo'ladi yana? A? Ya'ni o'shanda javob kelganda sizga shu komplekslaringiz yuzaga chiqadi-da, bunga qarshi aytasiz, misol uchun, men yetarli emasman, sizga nima yetishmayapti, palon-piston, ya'ni yangi ishonch o'sha dastur o'rnatdingiz. Men yetarliman, men kuchliman. Kerak bo'lsa bir necha marta takrorlang. Ya'ni o'sha qo'rquvga qarshi misol uchun, gapirishdan qo'rqyapsizmi? Gapiring, 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 gapiravering. Chiqishdan qo'rqyapsizmi? Jamoatga, palonga, pistonga chiqing, shartta chiqing. O'sha payt komplekslaringiz nima qiladi? Eriydi, yo'q bo'ladi, o'ladi qo'pol qilib aytganda. Misol uchun oynaga qarab, men o'zimni qabul qilaman, men kuchliman, men jozibadorman, o'zimni hurmat qilaman, men qadrliman. Ko'rdingiz, уже o'zgaryapti. Mana mana shunaqa qilib siz o'zingizni kuchingizni ochasiz, o'zingizga motivatsiya berasiz. Ya'ni bu sizni zaif joyingiz emas, sizga kuch, quvvat, qudrat beradigan nuqtangiz. Albatta o'zingizga ishonch keladi, pullar keladi, sevgi keladi, energiya ochilasiz. Bu zo'r.